Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali. 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 Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan 24,7 kilometr gaz tarmoqlari mukammal ta'mirlandi. 6272 dona gaz taqsimlash qurilmalari taftish qilindi. 1090 kilometr gaz quvurlari bosim ostida zichlikka sinovdan o'tkazildi. Bu kabi yumushlar mavsum davomida iste'molchilarga barqaror tabiiy va suyultirilgan gaz yetkazib berish imkonini beradi. Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali.